Assalomu alaykum azizlar. Mana yana bitta dush kabinamizni vitrinaga terib qo'ydik. Bundan o'zi bor edi, qolmay qoluvdi. Vitrinadagini ham bo'shatib berganmiz. O'rniga yana yangi keldi. Terib qo'ydik. Xo'p, ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, razmeri 1:1. Xo'p, o'zi qora, tepa pastda seriy bo'ladi. Oldi palasali bo'ladi, gideta ko'rinmaydigan bo'ladi. Ichki salkam ko'rinmaydi, lekin baribir odam kirsa ko'rinadi, lekin har holda yopig'i bo'ladi. Xo'p, razmerimiz 1:1, vannasi chuqur. Vannasining balandligi gideta 50 sm chiqadi. Asosan tahorat gusagi bor. Qo'ldan sepadigani bor. Oynagi bor. Xo'p, men bu ikkita dimoxod, prosta dimoxod. Teshigi bor, men oldiga yiltiroqni qotirib qo'ygan. Tomdan tushadi. 3ta funksiyasi bor. Xo'p, tomdan tushadi, qo'ldan tushadi, asosiysi tahorat gusagi bor. Sovun shampun qo'yadigan polkasi bor. Ishlatadigan hamma narsasi bor. Bunga boshqa narsa kerak. Xo'p, bizga ko'pchilik yozishadi, oldi ko'rinmaydigan seriy, radiolari kerak emas, oddiyrog'i bormi? Oddiy emas, ichida ishlatadigan hamma narsasi bor mana. Juda chiroyli. Xo'p, mana shu kabinamizni mana orqa tomonlari. Bugun 19-may sanasi. Xo'p, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi 4 million so'm chiqadi. Bu sotilish narxi, sizlar Namangan bo'yicha olib borib ustanobga qilib berish narxini alohida aytaman. Kommentariyaga yozasizlar, yo bo'lmasa nomerlarni qoldiramiz, telefon qilasizlar, uni joyiga qarab, lokatsiyasiga qarab, masalan, uzoq yaqinligiga qarab olib borib o'rnatishni men sizlarga alohida hisoblab beraman. Xo'p, boshqa shaharlarga imkon darajasida ustalar qilib beramiz, lekin yetkazib berganimiz ma'qulroq. Chunki bu yerdan usta borib montaj qilishi palon pulga tushadi. Buni komplekt holatda bo'ladi, korobka holatda. Mana buni keyin yig'adigan kabinamiz. Mana shunaqa bo'ladi. Mana orqa oynagi, mana bu vannasi, old oynagini qilib qo'ydim. Old oynagini qayergadir qo'yibman. Xullas shunaqa. Bu mayda chudalari. Shunaqa gap. Namangandan boshqa shaharga bo'ladigan bo'lsa 300 ming so'm dastavka bilan. 300 ming so'm. Andijon, Farg'ona yaqin, Andijon, Farg'onaga 200 ming, 250 ming atrofida bo'ladi. Bu ham lokatsiyasiga qarab. Endi boshqa shaharlar endi ancha uzoq chiqadi. Ularga 300 ming so'm dastavka bo'ladi. Qoraqalpog'istonga ham 300 ming so'm dastavka. Nimaga Isuzu mashinalarda chiqazaveramiz? Isuzuning bir chekkasiga joy bo'ladi, olib borib berishadi. Shunaqa. Qaydan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar, kommentariyaga yozinglar. Anaqa kabinalar kerak. Mana o'zi kabinalarimiz xudo xolisa hamma razmer, hamma stildan bor. Xudo xolisa gideta 40 xilcha kabinamiz bor. Sizga mos keladigan albatta topiladi, xudo xolisa. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, narx-navosini, qimmat arzonligini yozib ketinglar. Oldindan rahmat, tanjoninglar sog' bo'lsin. Xo'p, like bosib qo'llab ketishni unutmanglar, iltimos. Chunki ko'pchilik ko'rishga sababchi bo'lasizlar. Bizni qilgan mehnatimiz bir chekkada ko'rinmay qolib ketmaydi. Like bosib, kommentariyani yozib ketinglar, albatta. Tanjoninglar sog' bo'lsin, hammaga rahmat.